Bitta nimalar bor aka? Bor, kunjara bor, kepayi bor. Kunjarasi ko'proq ekan. Ha, kunjarasi ko'proq. Endi ko'proq beryapti. Necha kiloga qo'shasiz taxminan? Mana shunda 3 deydi, mana shunda kechqurun. Mana shunda 3 deydi. Qancha chiqargan? Tarozimiz yo'q-a? 1 kiloga 1 kilo chiqadi. borma, sekan bo'lsa kerak. 900 grammdan bo'lganda ham. 3 deydi kechqurun. Ertaman bitta deydi o'shanda. Buqa boqaman degan ishqibozlar uchun 30 million so'mga bitgan molxona. 10 ta buqaga joy bo'lgan ekan. Bu joyda necha pul ketgan, qanaqa rasxod bo'lgan, bu buqalar qanaqa boqilyapti, qanaqa necha mahal ratsion shularni to'liq ma'lumotni beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib bizni qo'llab-quvvatlab bosib turasizlar akalar. Videomizni boshlaymiz. Xudo xolasa chiroyli qilib hamma ma'lumotni to'liq qilib olishga harakat qilamiz. Zuhriddin akamizda. Zuhriddin aka darchamayapsiz. Yaxshimisiz aka? Bormi? Salomat bo'ling. Bu molxona aka qachon bitdi? O'tgan yil bitgan. O'tgan yili. O'tgan yili uydan syomka qildim. Baqa yangi chek qilib chiqibdilar. 30 million so'mga bitgan deyaptilar molxonamiz. Nimasi bor edi aka o'zida? O'zimizda stroykamiz bor edi, xolos. Qolgan hamma yo'lda bozordan sotib oldik. 30 million. Bozordan olingani bu joyda shipir, xomg'ish, steyashkalar bo'ldi, oxirlar bo'ldi, turbalar olindi. o'zingizda bori terak edi. O'zimizda terak edi. Ponni terak o'zimizdan bo'ldi. Usta haqichi? Usta haqi o'sha hamma yo'q 30 million pul ketdi. O'ta arzon. Nechta 10 tasidan? 10 ta molga joy qildik. Onasi zakoning juda chiroyli bo'lib molxona. Endi boshlanish ha bu, onasi. Ha, xudo xolasa. Bu tomonlarga ham joy qilinarkan. Mana molxonamiz qurilishi oxiri 80 ekan tashqarisi. Orqa tomoni pastroq ekan. Ha, oldi 60 chiqadi. Mana oxiridachi 50. Oxiridachi keyinroq bo'libdi yaxshi. O'rtada birdan oshiqmi aka? Ha, 120. 120. 10 taga moslangan. Oyoqdagi pishig'ichmi? Yo'q, beton. Beton. Qishda ham boqdingiz albatta. Ha, qishda. Hali betonda bo'lmaydi deyiladi ko'p holatda, ziyoni yo'q ekan aka? Yo'q, ziyoni yo'q. Qayana quruq ushlayapmiz-da qishda. Apilka sachib. Apilka sepiladi. Ha, sachiladi. Bir mahal sachiladi, mahal oyoq og'rib qoladi. Molxonaning razmeri o'lchadik 25 metr, 25 metrmi? Yo'q, 13 metr. Ha, 13 metrga 25 metr. Ha, oxirigacha 20 metr. 13 metrga bag'i 6 metr. 6 metr. Endi ekan mana. Bo'lay tashalgan orqadan go'ngida endi sayozlar olib bo'libdi aka, arig'idichi. Ha. Tez olib chiqib turilsa bo'laveradi. Tiklanmasligi uchun chuqur qilganimiz yo'q-da. Ha, tez olib chiqinaveradi. Tez olinadi. Chuqur bo'lsa go'ng turi hitlanib ketadi. Molxona shu holatda akalar. O'ta arzon bitibdi-mi? To'sinlarini ko'rsatib qo'ying-da. Tekis chiroyli qilinibdi. To'sinlari ham yo'q. Tepasiga loy bosilgan? Ha, loy konkretniy bosilgan, qalam bosilgan. Mana shu ozgina joydan 10 ta buqaga joy qilinibdi. Bo'lmasa joy-joyga tushibdi-mi? Quyosh tushadimi batga? Quyosh tushadimi? Aylanib tushadimi? Botayotganda. O'zi salqin, ventilator ham bor ekan mana shabada. Hech narsa kerak emas, o'zi muzday joy. Endi aka buqalardan novoslardan ma'lumotni bersiz. Qachon olinadi bular? Juda chiroyli bo'lib. Shuzda olganmiz o'sha oktyabrda 8,5, 8,5 milliondan. Ha, bir donasi. Ha. Undan keyin oshdi ham bozor. Ha, undan keyin anavilar ko'tarilib ketdi. Mashakkacha olganmiz mana. Mana mashakkacha olganmiz. Undan keyin uchovini yangi olindi. Ha, bu tomoni? Ha, o'sha 8,5, 9. Necha oy bo'ldi aka? Oktyabrda olganmiz-da. Mana hozirgacha boqib kelyapmiz. 7 oy. 7 oy endi 4 oy puxta boqdik. Mana yensa kelayapmiz. Yemi pux endi aka chigitda atxoti. Ha, 4 oy kepay bilan pux yedi. O'stirdi iyicha. Endi yana sho'rxa kunjarada boqyapmiz. Hali yangi boshlayotganlarga foydali ma'lumot bo'lib qolsa aka, necha kilodan tirigida, mana shu tirivesi necha kilo olgan paytingizda taxminan? Ha, unday kilosi yo'q edi bizlar, kichkina ko'chat novoslar etdi endi, hali kilosi. 250 kilo atrofidan. Ha, 230 kilo, 250 kilo. Ko'chatiga qiziqib olganmiz hali. Asosan endi olishda adashib olinmasa-da. Ha, chiroqligini olganmiz mana endi xudo xolasa. Yaxshi o'zgaribdi. O'zimiz jaydar buqalar hammasi. Ha, Quvasoyda mollari, behisob mollar hammasi. 8,5 million olingan bo'lsa, yemini hisoblaysizmi aka? Yemini
1 kilodan yem yegan o'shanda. 1 kilo kepay, 1 kilo pux yegan. 4 oy yedi. Hozir bir mahaliga ham 1 kilo kepay Ha, bo'ldi. 1 kilo kepay, 1 kilo pux yegan. O'sha paytda kepay 3000 bo'lsa, Ha. 6000 kepay, 5000 bor, ya'ni puxa, pux ham qimmatroq. Ha, pux 2000 edi unda. 1900 so'm 2000 edi kepay. 4000 bo'lsa, 10000 so'm yemi, 5000 lik silios somon yegan bo'lsa, 15000 so'mdan 4 oy edi. 4 oy yedi. Oyiga 15, endi kuniga hozir 15000 dan bo'lsa, 450 ming so'm, 500 ming so'mdan boqilgan 4 oy. Bag'i 3 oyda bular yemlanibdi. ha, bular bag'i Hozir necha kilo yeyapti aka? hozir Nima beryapsiz ratsion? hozir sho'rxa kunjara, un Endi aralashmasi bor ekan, uni yerda ko'ring. hozir ko'p yeyapti hozir ham. Endi bag'iga endi yaxshi yemlanadi. Ha, xudo xolasa. Silios somon. Buni drabilkadan chiqaryapsizmi yo'qmi? Drabilkadan chiqaryapmiz. Buni qanchadan beriladi aka? 1 jomdan beramiz. Bir jomdan 2 mahal, Ha, 2 mahal. Sho'rxa hammi? Ha, sho'rxa ham Sho'rxa necha kilo? 1,5 kilodan yeydi. 1,5 kilo sho'rxa. Bitta nimalar bor aka? Un bor, kunjara bor, kepayi bor. Kunjarasi ko'proq ekan. Ha, kunjarasi ko'proq endi. Ko'proq beryapti. Necha kiloga qo'shasiz taxminan? Mana shunda 3 deydi, mana shunda kechqurun. Mana shunda 3 deydi. Qancha chiqargan? Tarozimiz yo'q-a? 1 kiloga 1 kilo chiqadi. bor, sekan bo'lsa kerak. 900 grammdan bo'lganda ham. 3 deydi kechqurun. Ertaman bitta deydi o'shanda. Ha, kech paytingizga ko'p berasiz. Ha, kechqurun ko'p yeydi. 3 deydi o'shanda, ertaman bitta deydi. Undan tashqari sho'rxa necha kilo? Sho'rxa 1,5 kilo yeydi. Bir mahaliga. Ha, bir mahal. 3 kilo sho'rxa, 3 kilodan oshiqroq. Mana shu aralashmadan yeyapti ekanda endi. Uni ham bor buning ichida. Ha, uni ham bor, kepay, kunjarasi ko'proq. Endi shig'ab beryapmiz endi. O'zgarishi yaxshi. Ha, xudo xolasa. Endi avgustgacha boqsak yaxshi bo'lib qolar, xudo xolasa. Hozir aka mashlar, mash buqa necha pul bo'lgan? Esingizda bo'lsa agar. Shu oktyabr oyi. 8 million 500 ming bo'lgan. Hozirgi holati necha pul taxminan bozor? Hozirgi holati endi 20 tepasida, ha? 21,5 atrofida. Endi bu ko'chatiga-da bu. Lekin semiryapti ekan. Endi simbas shu-da o'zi mollar ichida. Bular ham shu 20 tepasida. Ha, hammasi 20 tepasida. O'sha o bitta mana shu ikkovi sal pastida bo'lsa kerak, mana shu ikkovlari. Mana ikkovlari. Ha. Bu ikkovlari. Chicha pastida. Hammasi 20 tepasida, naryoqdagilar. Oyiga 500 mingdan 3 oy yebdi. 1,5 millioni bag'i 1 million yeyaptimi, yemaydi 1 million. Yeydi mi? Ha, yeydi. Hozir yemlar qimmat. 1 milliondan 4 oy. olganman. 3,5 minglik olgan olaverdim. 4 tonna sho'rxa olaverdim. Mana shu 5,5 ming. 8,5 million bo'lsa, o'rtacha hisob 4,5 million yebdi. O'sish hisobiga qishichi. Undan keyin 1 milliondan 4 oy bo'lsa ham 4 million, 1,5 million. 6 million. 4,5 ga 1,5 6 bo'ladi. 6 million. Foydasi yaxshi lekin. Ha, yaxshi. Endi narx-navolar ham oshdi. Yana qaytdi-yu. Oxirimizda ag'i chuqur, oxirimizda bag'i baland. Kichkina ko'rinadi mol. Ha, bu tomondan kichkina ko'rinadi. To'g'ri. Ko'rinadi. Turgan tomon baland. Ha, kichkina ko'rinadi. Syomkani nari tomondan qilinsa, hali aniqroq chiqadi. Orqasidan ko'rsataylik. Zo'rindagi nimasi chuqur. 10 ta buqadan necha pul foyda qilsa bo'ladi mana shu 6-7 oy davomida o'rtacha hisobi. Endi bu yili biz ham endi boshladik. Endi mana hozir hisoblab ko'ramiz-da mana. Yangi boshlaganlarga. Yangi boshladik-da mana bu yili batta yangi boshladik. Ha, bu joy yangi. Yildan beri boqamiz, bag'da endi yangi boshladik. Endi sotsak daromadini ko'ramiz-da mana. Endi hozirgi hisobiga ana jaydaridan ham 22 million hisoblaylik. Unaqada qo'yg'isi yo'q. Qanchadan? 21 dan. 21 dan. Hozirgi sotilishi. Ha, mo'la 20 dan jicha kamroq, mo ikkovsi-yu, qolganlari hammasi 20 dan tepasida. Mana bu 8 tani olgansiz birinchi, bular keyinroq keldi. Bular birinchi kelgan bu mollar. Mana shu molaki 22 million bo'lsa, 8,5 olgan ekansiz. Bag'i 4,5 million 3 oyda-yu, bag'i 7,5 million rasxod bo'libdi. 8,5 millionga olingan bo'lsa, 7,5 million rasxod bo'libdi. 16 millionga turibdi. 22 million ketsa kerak hozirgi bozorga.
6 million foyda qilyapti. Endi o'rtacha hisobi. Yegizgan yemidan tashqari joylarida ham foyda bor. Onasi qancha boqiladi bular aka? Yana xudo xolasa avgustgacha boramiz. Endi bir 2 oy 3 oy Ha, yana tayyor bo'ladi o'shandan. Mana shu 30 millionga bitgan molxonada 10 ta buqaga joy. Onasi chiroyli bo'ldi. Ventilator qo'yasizmi yo shart emasmi? ventilator shart emas, o'zi joy muzda-yu, loydan qalam bosilganda tepaga. Hozir to'sinni ustida bassa, undan keyin korobka ham bor ekan. Karobka ham bor, qamish bor, qamishdan keyin loyda qalam bosilgan. Ha. O'shani hisobiga muzda hech narsa kerak emas, o'zi turaveradi. Go'yni 2 mahal olamiz. Toza turishi kerak asos. Pokiza, CDPD Asosiysi. gazlanmaydi, xudo xolasa, teshiklar bor u. Cho'miltirmayapsiz? Cho'miltirgan kiralinni yuvib qo'ydim. Shu. Kiralinni tez yuvsa bo'laveradi. Ha, o'zi bir haftada yuvish kerak deyapti. Dampam urmaydi deyshadi. Bir marta. Kunduz kunimi ertalab? O, nasha. Ertalab kun. Ha. Onlarda cho'miltirib qo'ydim. Yangi joy xonalar ham chala ekan hozircha. Shu holatda boqilyapti ekan. Videoga like bosib qo'yamiz. Onasi ham foydali ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Zo'rnaga sizga rahmat. Vaqt ajratib qo'llagancha ma'lumot berdi aka. Sog' bo'linglar, rahmat.